Hammaga assalomu alaykum, aka-uka, opa-singillar. Mana avtobusning ichki holatini ko'rib turibsizlar. Moskvadan Toshkentga aka-ukalarimiz kelib joy-joyga joylashib ketishyapti. Kimda kim shunaqa avtobuslarda ketish istagida bo'lsa, ekrandagi ko'rib turgan nomerga murojaat qilinglar. Bizda Xudo xolasa pryamoy reyslar. Akalar, ukalar, mana akalardan bir suhbat olamiz. Aka, avtobus yaxshimikan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshi, zo'r ekan. Komfortlilari, aka, sharoitlari, sideniyalari yaxshimikan? Yotar. Sideniyani yotqizsangiz bo'ladi, bu yoqqa chiqarsangiz bo'ladi sideniyani, aka. Tavsiya qilasizmi boshqa yurtdoshlarga? Tavsiya qilamiz. Bemalol ishonib kelishaversinmi? Ishonchlimi ekan? Kelaveringlar, hammasi yaxshi. Aytganlaridek, reklamadagi, nimadagi Gap yo'q. Gap yo'q aka. Oq yo'l tilab qolamiz sizga, yaxshi yetib olinglar. Mana To'lqin aka, assalomu alaykum aka. Yaxshimikan aka mana? Gap yo'q. Sharoitlar, Gap yo'q. komfortmi? Zo'r. Tavsiya qilasizmi boshqalarga? Endi gapiring. Tavsiya qilamiz. Bemalol kelib ketishaversa, mana siz bilan necha kunda telefonda gaplashdik? 15 kunlar. Gaplashdik, mana aytgan gaplar bo'ldimi? Bo'ldi. Oshiqcha rasxod, so'mkaga pul olinmadi, to'g'rimi? Bemalol ishonib kelishaversinmi? Ishonib kelishimiz. Mana aka-ukalar, To'lqin akaga mana oq yo'l tilab qolamiz. Bemalol taksida murojaat qilaverasizlar. Orqa tomonida mana keng joylar bor. Qachon qo'ytasizga xudo xolasa. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent reyslarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.